Aldı bilen ben intayını xoşam. Nayda az bir qism odamlarla tunji qitim men bilan paranglashgan vaqtda samimiylik bilan qalbini ichib o'rtaqlasha oladi. Demakki, sizning ko'nglingiz intayin nozik, inchgan, shundaqla qaysar ham tamkin taraflarini bor. Endi sizning mijoz xarakteringizga kelsak, siz tipik o'zini qurbon qilish tipiga tayyor. Masalaga yo'liqqan vaqtingizda siz o'zingizni qurbon qilish orqali masalani hal qilasiz. Balkim bu sizning o'sib yetish muhitingiz bilan bevosita munosabatli bo'lishi mumkin. Xuddi siz o'zingiz so'zlab o'tgandek, dadingizning qana desam bo'lar. Dadingizning ma'lum holatlar bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Qana deysiz. To'g'ri, shundoq. Hech qisi yo'q. Gapni bakla aytib deyishim ham ajiz yo'qman. Uning ustiga dadingizning ashu nachar odatlari, nachar qiziqishlari sababli ib kelgan ovozliqlar eng yuqori pallaga chiqqan vaqtda siz o'zingizning to'y baxtini qurbon qilish badaliga bu masalani hal qildingiz. Natijada bir jinoyatchiga yotliq bo'ldingiz. Siz yana uni Po'lat deb chaqiraverasiz ya. Bu nuqtada sizning oliy maktabdagi savodishingiz ikkinla o'xshash bir tipga tabi. Uning oilasida o'zgarish bo'lgan vaqtda u haqiqiy erkaklardek sizga baxt olib kelmaydiganligini, sizning qiyinchiliklaringizni hal qilib berolmaydiganligini his qilgandan keyin o'zining pak muhabbetini qurbon qilishni tanlagan. Ham sizga ayrilib ketish taklifini qo'ygan. Xeyli vaqtlargacha boshqalarning nazarida qarshi tarafni tashlavatdi degan nomni o'z ustiga olgan. Faqat yaqinqi vaqtlarda siz ondan uning siz uchun to'lagan badanlarini, tatgan jafolarini bildingiz. Endi sizning holingizdan xabar ololmaydigan navbat yo'ldishingizga keldi. Shundaqla o'z oldiga sizdan ajrashishni iltimos qildi. Erkinligingizni qaytarib beribdi. Qarmoqqa maktabdagi muhabbet hikoyangizni davomlashtiradigan tutko'shning to'qnashiga kelganda siz ishkilinib qoldingiz. Shundaqmi Nafisa singlim? Amniyatda men yeni to'y qilgan vaqtimda bunda bir natijaning bo'lishini shunchalik umid qildim. Lekin bu natija yaqinlashgan chog'da men tuyuqsiz ish qilib men bir ishga bunchalik ikkilanib qolmagan. Unda bo'lsa men qop yuraklik bilan bir ehtimolni qilib baqay. Shunda bir mumkinchilik bormi? Siz yo'ldoshingiz bilan majburiy to'y qilgandan keyin o'zaro hamdamda bo'lish, tushunish jarayonida siz bilib-bilmay uni yaxshi ko'rib qoldingiz. Rasmiysa men hozir muhabbatning nimaligini bilmay qoldim. Shunga bizni psixik doktori deydi. Xuddi tashqi kasalliklar doktori qo'liga operatsiya pichqini ilib, bemorning qo'sqini yerib, dam osh kasal bayan deb davolagan o'xshash. Bizni anglamoqqa qancha bema'ni, qancha qamlashmagan sat idea bo'lsin, psixikadagi masala bayani yalang'ochlab analiz qilib, masalani topamiz. Sizning demoqchi bo'lganingiz Əmniyet sizin ko'nglingizni tushunish tez emas. Barliq ayollarning ikki xil tarafi bo'ladi. Ayollarning qalbida mangu ikki xil obrazi bo'ladi. O bo'lsa-mu onalik tarafi bilan bolalik tarafi. Sizning onalik tarafingiz namoyon bo'lganda, siz o'zingiz tashabbuskorlik bilan qurbon berishni, badal to'lashni, erkiltishni tanladingiz.
bu intayin qudratli bir xil kuch. Masalan, ayollar bola tuqqan vaqtda og'riq chidash kuchi odatdagidan 10 hassa yuqori bo'ladi. Bolasini xatardan qutuldirgan vaqtdagi jur'at bo'lsa, g'oyat zo'r tasvirligisiz. Mana bu onalikning xosiyati. Endi biz o'zini ojiz his qilgan vaqtda bo'lsa, erkiltishga muhtoj, tasalliga muhtoj, jidal qilishga muhtoj, hatto mukofotlashga, maqtashga muhtoj bo'ladi. Mana bu balliq tarafning namoyon bo'lgan taraflari. Şunlaşqa bu yerdagi mesele sizning kimni yaxshi ko'rganligingiz emas. Balki sizning tunji muhabbatingiz oldida namoyon qiladigan onalik tarafingiz bilan yo'ldashingizning oldida namoyon bo'ladigan bola tarafingiz o'tirisidagi ziddiyat. Undaqda sizning demek bo'lganingiz, men birla vaqtda ikkilarini yaxshi ko'rib qoldimmi? Hech bo'lmaganda men sizning har ikkili hissiyotingizni tushuna olmayman. Sayli ham qiz degan shumi? Hemen shu. Bir ishingiz bormi? Biz davolash qilayotganda kirsangiz sal qoidasiz qo'ymayman. Ish qotsiz, so'rab qoldingizmi? Men sizga desam-chi, buning biljirlashlarini anglab o'tmay vaqtida ketaverdim. Mening ayolimning kallasi yuvib ketgan, biz ajrashib ketdik. Bu yerda o'tiraversangiz, siz ajrashib ketasiz. Bu sizlarning oilaning o'zinglarning ishi bo'lsa, buni ham qizlarimni ko'rsin qanday oldu? Neymiş ki bundan ko'rmayman? Ayollar o'tirib urishib qolgach, normal ish qil. Bu yoqni urishib qolsak, yana yarishib qolatdik. Lekin buning bilan paranglashgandan keyin u boshqacha bir odamga aylanib qoldi. Hozir men qanday qilishni, qanday yenish yo'lishni bilmayman. Sen mening uni qanchalik yaxshi ko'rganligimni bilamsan. O'zing g'osh qitim ajrashgan cho'kan ekansa, boshqalar bak baxtli ko'rgach chidamamsan ya. Mush bir stakan suv bilan men seni cho'chitib qo'yay. Bundan keyin boshqalarning o'yini bo'sh bo'lsin. Senden bir ömür rencimeyen kız hanım. Uysiz. Sizga bir ish bo'lmagandi ma'lum. Hech qisi yo'q. Sat bo'ldi ya Nafisasini. Yo'q, hech qisi yo'q. Sizga bir ish bo'lmagandi ma'lum. Sizning davolash vaqtingizga mening shaxsiy ishlarim daxl qilib qo'ydi. Yo'q, hech qisi yo'q. Sizga bir ish bo'lmagandi. Hech qisi yo'q. Bizning kasbimizda doim shunday tasodifiy ahvollar yuz berib turadi. Unda bo'lsa sizga berilgan taklifim oldi-keyningizga dastlab ishkilinib yurmasdan g'ayratingiz bilan, jur'atingiz bilan masalaga bevosita yuzlaning. Berib ko'rishing. Berib paranglashib yiqing. His qilib yiqing. Zodi qaysi tarafingiz ustun turdi? Mayli natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ko'nglingizga hargiz xiyonat qilmang, ma'qulmi?